Billi Aylishning muvaffaqiyati internet orqali o'z ist'dodini namoyish etib, dunyo miqyosida shuhrat qozonish mumkinligini yorqin namunasi ekanligi. 14 yoshida Billi Okean Eyes qo'shig'iga videoklip chiqardi va u virusdek tarqaldi. Butun dunyo bo'ylab mashhur bo'ldi. Aslida Aylish fenomeni ajablanarli emas edi. U musiqachilar oilasida o'sgan va bolaligidan qo'shiq yozish hamda ijro etishga qiziqqan. Hozirda u o'z iste'dodining yangi qirralarini qiziqish bilan ochmoqda. Billi Aylish 2001-yil 18-dekabrda AQShning Los-Anjeles shahrida tug'ilgan. Uning millati asosan Irland va Shotland ildizlariga borib taqaladi. Ota-onasi Patrick O'Connell va Maggie Baird folk musiqachilar. Ular farzandlari katta o'g'li Phineas va qizlari Billini yoshligidanoq musiqa bilan yashashga o'rgatishgan. Billini 2 yoshidanoq vokal qobiliyati ko'rina boshlagan. Quloq va ritm hissi bilan ajralib turardi. Uning ilk kumirlari Beatles va Avril Lavigne bo'lgan. 8 yoshdan 11 yoshgacha u bolalar xorida qo'shiq aytgan. Shu bilan birga havaskor kamerada videolar suratga olgan. iPhone uchun maxsus ilova yordamida qisqa metrajli filmlar ham yaratgan. O'smirlik chog'ida xoreografiya darslariga qatnashgan. Billi Aylishning ijodi. Billi Aylishning birinchi katta yutug'i Okean Eyes qo'shig'i. U avvaliga raqs sahnalashtirilishi uchun yozilgan edi, ammo butun dunyoga hitga aylanib, millionlab tinglovchilarni zabt etdi. Bu qo'shiq Billiga yulduzlik yo'lini ochdi. Shundan keyin Billi tez-tez yangi qo'shiqlar taqdim etdi. 6 Feet Under, Bored, When the Party is Over va boshqalar. Uning qo'shiqlari Netflix seriallari saundtreklariga kirdi. 2019-yilda ilk albomi When We All Fall Asleep, Where Do We Go chiqdi va hit-paradlarda birinchi o'rinlarni egalladi. Billi 17 yoshidayoq Britaniyada chartlarning yuqori pog'onasida bo'lgan eng yosh qo'shiqchi bo'ldi. U 2020-yilda Grammy'ning asosiy nominatsiyalarida mukofotlar oldi. 2021-yilda esa James Bond filmi uchun yozilgan No Time to Die qo'shig'i bilan Oskarni qo'lga kiritdi. Uning Bad Guy qo'shig'i shunchalik ommalashdiki, millionlab videolarda ishlatildi va rekord darajasidagi sertifikatga ega bo'ldi. Billi Aylish haqida qiziqarli faktlar. Juda ham past bo'yli. Suratlarda Billi ko'pincha o'z bo'yidan balandroq ko'rinadi. Bu rakurs va u tanlaydigan poyabzal tufayli. Aslida esa Billining bo'yi 161 santimetrdir. Billi 13 sabab seriali uchun saundtrek kuylagan. Bu Billining serialning ijodiy prodyuseri bo'lgan Selena Gomez bilan birga yulduzli hamkorligi bo'ldi. Billi birinchi mavsumda Bored qo'shig'ini, ikkinchi mavsumda esa Lovely qo'shig'ini ijro etdi. Billi Aylish vegetarian. U hayvon mahsulotlarini iste'mol qilmasligi haqida ko'plab intervyularda aytgan. Shu sababli uning ovqat menyusi biroz g'alati ko'rinadi. Unda albatta qovurilgan loviya va glutensiz tortilya bo'ladi. Billi Tourette sindromidan aziyat chekadi. Bu haqda u darhol gapirmagan, lekin internetda uni ko'zini ko'p qisib olishi, qoshlarini ko'tarishi yoki ko'zlarini g'alati qilib ochishi aks etgan videolar tarqalgandan so'ng u bu oddiy hazil emasligini tushuntirishga qaror qildi. Billining butun bolaligi uy sharoitida ta'lim olish bilan o'tgan. Buning uchun u ota-onasiga juda minnatdor. Uning so'zlariga ko'ra, muloqot yetishmasligidan umuman aziyat chekmagan. Aksincha, uyda tinchlikda o'qish imkoni bor edi. Bo'sh vaqtlarini esa musiqa bilan shug'ullanishga sarflagan. Aylish chegaralarini yo'qotishni va o'z qoidalari bilan yashashni yoqtiradi. Bu nafaqat ijodiga, balki tashqi ko'rinishiga ham tegishli. U ko'pincha sochini ko'k, yashil yoki qizil rangga bo'yaydi. Billining 161 santimetr bo'yiga qaramay, u keng va erkin kiyimlarni tanlaydi. Ular katta aksessuarlar bilan to'ldirilgan bo'ladi va tana shaklini yashiradi.
Men haqiqatdan ham ko'p odamlardan farq qilaman. Qoidalarga ergashishni yoqtirmayman. Har doim istaganimni kiyganman va istaganimni aytganman. Men esda qolishni yoqtiraman. Shuning uchun ham diqqatni o'ziga jalb qiladigan ko'rinishni afzal ko'raman, deydi yosh yulduz. Billi Aylish zamonaviy yosh yulduzlar orasida o'z iste'dodi, mehnati va noyob shaxsiyati bilan ajralib turgan qo'shiqchi. Uning ijodi va turmush tarzi ko'pchilikni diqqatini jalb etmoqda. Shu bois uni hozirgi avlod ovozi deya atashmoqda.